Ayni paytda Sergeli tumanida 11039 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Asosan kabel va kabel o'tkazgich mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan mana bu korxona o'z faoliyatini 2012-yilda boshlagan. 3000 turdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonada 1000 nafarga yaqin ishchilar faoliyat yuritishmoqda. Eng asosiysi, korxonada ishlab chiqarilayotgan kabel mahsulotlari rivojlangan xorijiy davlatlarga eksport qilinadi. Ushbu korxonamiz 2012-yildan beri faoliyat yuritib keladi. Korxonamizda 3000 xildan ortiq kabel va o'tkazgichlar turlarini ishlab chiqaramiz. Asosan ishlab chiqargan mahsulotlarimizni eksportga yo'naltirib kelyapmiz. Korxonamizda oxirgi rusumdagi texnologiyalar o'rnatilgan. Asosan Germaniya, Turkiya va Xitoyda ishlab chiqarilgan texnologiyalar o'rnatilgan. Hozirda korxonamiz to'liq quvvat bilan ishlab kelmoqda. 1000 tadan ortiq ish o'rni yaratilgan bu yerda. Korxonamiz mahalliy hokimiyat organlari bilan, soliq organlari bilan hamkorlikda ish olib borishadi. Biz ishlab chiqaruvchilarga, tadbirkorlarga yurtimizda yaratib berayotgan sharoit sababli korxonalar mana to'liq quvvat bilan ishlab kelmoqda. Muammolar sekin-sekin bartaraf etilmoqda. Bizga prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoitlar sababli ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar mana qiylanmasdan faoliyat olib boryapti.